Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Bayranbek Erkinov. Bugun mavzuyimiz juda ham ommabop va shov-shuvli mavzulardan biri. Yangi YouTube'ni boshlayotganlar, diqqat qilasizlar. Yangi YouTube'ni boshlayotganlar long versiyadan ketgani yaxshimi yoki shorts versiyadan ketgani yaxshimi? Ya'ni videoni format haqida gap ketyapti va albatta YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi sizni podpiska, sizni videoga bosgan layklaringiz menga motivatsiya beradi va yangi videolarning chiqishiga sabab bo'ladi. Shunchaki sizdan hech narsa so'rayotgani yo'q. Obuna bo'lib, like bosib qo'ygan bo'lsangiz, yoqmasa dislike bosing albatta. Men videoni boshlayman. Xo'p, bugun bu video meni shaxsiy fikrim va izlanishlarim. Sizning ham o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz bor. Kommentariyaga erinmasdan yozing. Sababi bu videoni YouTube yuritayotganlar ko'radi va tushib kommentariyani o'qiydi va ular ham o'zining fikrlarini yozadi. Sizning fikrlaringiz ham ularning qarorlarini qabul qilishga yordam beradi. Hop, qissasini aytganda, long zo'rmi, short zo'rmi? Men bu zo'r demayman, faktlarni keltirib o'taman va albatta siz o'zingiz bu narsaga xulosa qilasiz. Hop, birinchi navbatda men aytib o'tishim kerak, hozir bo'layotgan videodagi ma'lumotlar bu meni ham qisman ma'lumotlarim qo'shilgan, lekin mana bu YouTube'dagi ingliz tilida o'sha YouTube bo'yicha ekspertlarni fikrlarini, videolarini, o'nlab videolarni o'qib chiqdim va ularni umumlashtirib mana shu videoni tayyorladim. Xo'p, qolaversa YouTube Creator Academy'ning o'zini takliflari ularni ham ko'rdim va o'shalardan kelib chiqib umumlashtirib bu videoni yasadim. Ya'ni hech qanaqa ma'lumotlar tomdan tushgan emas yoki to'g'ridan to'g'ri kimdandir chopilgan emas. Videolarni ko'rdim, tahlil qildim va umumlashtirib sizlarga beryapman. Hop, ingliz tilini tushunadigan bo'lsanglar, shu joyni screenshot qilib, mana bu insonlarning videolarini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hop, ketdik. Hop, umuman olganda men YouTube haqida, shorts va long haqida gapirishga haqqim bormi? Ya'ni bularni solishtirishga haqqim bormi degan savolga javob berib ketaman. Sababi meni tanimaydigan odam bo'lsa bilmaydi. Men long formatda ham zo'r pullar topganman. Shorts formatda ham zo'r pullar topganman. Tepadagi screenshotda longda 328 million, pastdagi screenshotda bitta shorts videosidan 20 million, 19 million so'm pul ishlab topilgan va shuni screenshotlarini qo'ydim. Va bu videolarni, kanallarni, obzorlarini ham YouTube kanaliga qo'yib qo'yganman. Bemalol o'tib obzorlardan ko'ra olsanglar bo'ladi. Xullas, men ikkalasidan ham pul ishlaganman va hozir ham ishlab kelyapman. Endi shunchaki longni maqtab yoki shortsni maqtamoqchi emasman. Borini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Hop, ketdik, davom etamiz. Shorts va long videolar qanaqadir battle desak ham bo'ladi va jangi desak ham bo'ladi. Endi kim qanaqa qabul qiladi buni. Hop, Mindset'dagi ulash shartlari. Men ataylab nimani ikkiga bo'lganman. Mana ko'ryapsizlar, chap tomonda shorts ma'lumotlari, o'ng tomonda long ma'lumotlari va shulardan kelib chiqib gapirib ketaman. Mindset'dagi ulash shartlari shortsda va longda qanaqa? Umuman olganda har ikkalasida ham 1000 ta obunachidan oshish sharti bor. Demak, siz shortsda Mindset yoqmoqchi bo'lsangiz ham 1000 nafar obunachi yig'ishingiz kerak. Longda yoqmoqchi bo'lsangiz ham 1000 nafar obunachi yig'sa. Demak, bu yerda talablar bir xil. Bu tushunarli. Chekkaga suramiz va bu yerda e'tibor qaratadigan joyi shortsda Mindset'da yoqmoqchi bo'lsangiz, shorts video yukla. Faqat shorts, hech qanaqa long emas. Yuklamoqchi bo'lsangiz 10 million prosmotr yig'ishingiz kerak 90 kun ichida. Diqqat qilasizlar, 90 kun ichi degani YouTube'ni kanalni ochilgan kundan emas. Istalgan 90 kun interval. Misol uchun siz YouTube kanalni o'tgan yili ochgan bo'lsangiz, bugungi kundan shorts yuklashni boshlasangiz, bugungi kundan 90 kun tugaguncha o'sha narsani qilib bersangiz bo'ldi. Istalgan 90 kun ichida 10 million shorts prosmotr yig'ishingiz kerak. Longda esa sal boshqacharoq shartlar. Siz katta video qo'yadigan bo'lsangiz, 4000 soatdan 4000 soat prosmotr yig'ishingiz kerak va qo'shimchasiga buni qilishga 12 oy vaqt ketadi. Ya'ni siz 1 yil istalgan interval, 1 yil intervalda, ya'ni bu yanvarning 1-sidan 31-birinchisi emas yoki kanal ochilgan kundan emas. Misol uchun bugundan boshlasangiz, keyingi yil aynan bugungi sanagacha o'sha 4000 soat yig'sangiz bo'ldi. Ya'ni sizda bu yerda shortsga nisbatan Mindset'da yoqish sharti 12 oy bo'ladi. Endi bu degani soat shortsda soatlar hisoblanmaydi, faqat prosmotr soniga kiradi va muddat 4 barobar uzun longda. Ya'ni siz
90 kun ichida 10 million prosmotr yig'a olmasangiz, bu urinish kuyadi va siz yana urinib ko'rishingiz kerak, yana 90 kun. Ya'ni 90 kun ichida majbursiz 10 million prosmotr yig'ishga. Longda esa 1 yil bu bemalol ishlasangiz bo'ladi va videolarni qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, shortsda 1000 ta obunachi yig'ish juda oson. Shorts video qo'yadigan bo'lsangiz, obunachi yig'ish juda ham oson. Misol uchun men aynan shorts kanallarda 2 millionlab, 3 millionlab obunachi yig'ganman va buni hammaga ko'rsatganman, obzorlari turibdi. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, bu yerda sizga obunachi qiziq bo'lsa, obunachi kumush, tilla knopkalar qiziq bo'lsa, shorts bu ayni muddao. Endi longda 1000 obunachi sekinroq yig'iladi, lekin sifatli yig'iladi. Xo'p, buni o'sha keyingi slaydlarda ham ko'rib ketamiz. Xo'p, shartini tushundinglar. Monetizatsiya yoqish uchun, ya'ni pulga ulash uchun 90 kun muddat bor shortsda, longda 1 yil muddat bor. Ya'ni bu holatda. Xo'p, endi ulangancha hisob. Endi men shartli ravishda kuniga 2 ta video yuklansa deb aytdim. Ya'ni ikkalasiga ham kuniga 2 tadan video yuklaydigan bo'lsangiz, endi 90 kunni hisoblab aytadigan bo'ldim. Ya'ni 90 kun ichida siz 10 million prosmotr yig'ishingiz uchun 90 kunda 2 tadan bo'lsa 180 ta video yuklaysiz va har bir shorts videoyingiz kamida 55500 ta ko'rilishi kerak. Ya'ni har bitta shortsiz, endi har bitta shorts tekis unaqa yig'maydi. Endi qaysidir million, qaysidir 2 million yig'adi, lekin o'rtacha kamida o'sha 55500 tadan yig'ishi kerak har bitta videoyingiz. Endi bu bo'lib o'rganda nisbatda. Longda esa mana bitta mana ko'ringlar. 90 kunda 2 tadan video bo'lsa, 180 ta shorts video bo'ladi. Jami 10 million ko'rishni talab qiladi. Amalda bir necha millionlik viral videolar ham bo'lishi mumkin, bo'lishi kerak. Va longda esa 667 ta prosmotr bo'lsa bo'ldi. Ya'ni siz longda 90 kun davomida 2 tadan video yuklasangiz, har bitta videongizga qo'yilgan minimum talab 667 prosmotr. Ya'ni sizdan 1000, 2000 prosmotr yo 10 minglab, 100 minglab prosmotr talab qilinmaydi. 180 ta video 4 daqiqalik video bo'lganda, har videoyingiz 50% retention bo'lganda, ya'ni odamlar yarmigacha ko'rsa, ya'ni to'liq olinmagan bu joyda, to'liq olinsa 300 ta prosmotr ham yetadi. Lekin long videolar boshidan oxirigacha hammasini ko'rmasliklari mumkin. O'shani ehtimol nazarasiga qo'yib turib, jami 120 ming ta prosmotr olsangiz bo'ldi. Ya'ni siz bitta 4 daqiqalik video qo'yib 120 ming ta prosmotr olsangiz ham 50% retentionni hisoblab olgan holatda sizda 4000 soat tez yig'iladi. Va 8 daqiqalik uzun video qiladigan bo'lsangiz, yarmi 50% retention bo'lgan taqdirda 333 ta prosmotr yetadi sizga. Ya'ni longda monetizatsiya yoqish uchun videolaringiz million prosmotr olishi shart emas. Ya'ni minglab olsa ham yetadi. Ketdik, davom etamiz. Kanal yo'nalishi va rekomendatsiya geografiyasi. Endi shortsda lokal start bo'ladi. Ya'ni menga shorts kanal yuritayotganlar ko'pchiligi meni videolarimni O'zbekiston ko'ryapti deyishadi. Sababi juda ham oddiy. Shortsni algoritmi shunaqa ishlaydi. Ya'ni lokal start rekomendatsiya video yuklangan hududdan boshlanadi shortsda. Ya'ni siz shortsni Rossiya hududidan yuritayotgan bo'lsangiz, rossiyaliklar birinchi ko'rishni boshlaydi. O'zbekiston hududi bo'lsa, O'zbekiston. Birinchi obunachilar, birinchi podpischilar O'zbekistondan bo'ladi. Agar siz O'zbekiston hududidan bo'lsangiz, shortsda. Bu normal holat. Keyinchalik videolaringiz prosmotr oshishi bilan auditoriya shu yevropalashib boraveradi. Kanal kech yonadi. Ya'ni kanal tarixini yoqish uzoq vaqt davom etadi. Shortsda monetizatsiya yoqishi eng o'sha rasvo joyi kanal tarixi yonishi degan muammo bor. Bizda buni yoqib berish xizmati ham bor, lekin ancha qimmat turadi. O'shaning uchun avtomatik, ya'ni o'zi obishni yonishi qiyin. Ya'ni 90 kun ichida kanal tarixi yonmasligi mumkin. Kanal tarixi yonmaydigan bo'lsa, monetizatsiyangiz yonmaydi. Kanal tarixi nimaligini tushunish uchun video qilganman. Kanal tarixi qo'lga teshib yozsangiz video ham chiqadi. Xo'p, mana shu muammosi bor. Shortschilar buni biladi. Va yana bitta muammo halokatli kombinatsiya. Kanal 4 oyda yonsa, avval ko'rishlar 90 kunlik oynadan chiqib ketgan bo'ladi, monetizatsiya olmaydi. Ya'ni siz 90 kun ichida
10 million prosmotr yig'gan bo'lsangiz ham, kanal tarixi yonmagan bo'lsa, monetizatsiyaga yoqish tugmasi yonmaydi. Shunaqa muammosi bor. Hop, endi longga o'tadigan bo'lsak, 2 oyda yonadi. Ya'ni algoritm kanalni ancha tezroq taniydi. Shortsga nisbatan longda algoritm boshqacha ishlaydi va sizni 2 oy ichida kanal tarixingiz yonadi va qidiruvda ishlaydi. Auditoriya til va mavzuga qarab kengroq hududdan keladi. Ya'ni qidiruv sistemalarida shortsdan ko'ra long videolar tezroq prosmotr oladi. Albatta kal so'zga qaraydi. Agar siz bir balo shorts deb yozadigan bo'lsangiz, shorts yo'nalishidan chiqaradi. To'g'ri video nomini yozadigan bo'lsangiz, oldin long videolarni ko'rsatadi. Hop, hech narsa yo'qolmaydi. Ya'ni sekin yonsa ham soatlar 12 oy davomida saqlanib turadi. Ya'ni sizni monetizatsiya yo'qolmaslik xavfingiz kamroq longda. Vaqtga nisbatan aytyapman. Va daromad mexanizmi, pul qanday keladi? Endi bu ham o'sha daromadli joyga o'tyapman. Sababi shortsda umumiy pul tizimi ishlaydi. Barcha shorts reklamalar bitta fondga tushadi va millionlab kreatorlarga bo'linadi. To'g'ridan to'g'ri emas, sizning videolaringiz oldindan chiqqan reklama puli sizga tegmaydi. Ya'ni bu qanaqa? Shortsda sizni videongizni ko'rib o'tirgan paytda oldindan reklama chiqsa, bu pul sizga berilmaydi, orqasidan chiqsa beriladi. Bu degani sizni shorts videongizni oxirigacha ko'rib o'tirish kerak. Shundan keyin reklama chiqsa, sizga to'lab beradi. Bu degani sizni videongizni oxirigacha ko'rishmasa, sizga pul kelmaydi degani. Va 45% ulush kreator puldagi o'z ulushini atay 45% ni oladi. Ya'ni siz umumiy reklamani 45% ni olasiz. Ya'ni YouTube studiyada ko'rsatgan pul hammasini olasiz, lekin aslida bunaqa ishlaydi. Misol uchun telefon reklamasi uchun $100 berilgan bo'lsa, shortsga o'shani $45 sizga, $55 YouTube o'zini o'sha sizga nimasiga olib qoladi, ya'ni uni ichki nimasiga. Lekin sizda AdSense'da $45 ko'rinadi, o'sha $45 beradi. Xuddi tushuninglar, siz ishlab topgan puldan olib qolmaydi u. Kelishilgan reklama summasidan olib qoladi. Va longda sal boshqacharoq. Long forumda to'g'ridan-to'g'ri model har bir video o'z ichiga reklama bevosita pul to'laydi. Ya'ni long videoga sizni videoni boshida ko'rsatgan reklamaga ham pul to'laydi va ichlarida ham 8 daqiqadan uzun bo'lsa, xohlagan daqiqangizga video qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Va ulush bu joyda 55%. Ya'ni katta formatdagi videolarga YouTube beradigan ulushi 55% hisoblanadi. Ya'ni bu joyda shortsda 45%, longda 55% ulush olasiz. Mid-roll bonusi 8 daqiqalik videolarga o'rtacha qo'shimcha reklama qo'yiladi. Daromad yanada oshadi. Endi biz o'sha kurslarimizda yoki boshqa joylarda taklif etamiz. Misol uchun sizni daromadingizni 2-3x ga oshirish yo'llari. Ya'ni agar siz aytaylik oyiga $1000 topayotgan bo'lsangiz, qanaqa qilib daromadingizni 2000-3000 qilishingiz mumkin? 8 daqiqadan uzun video qo'yib, reklamalar sonini oshishi hisobiga daromadingizni ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Keyingi solishtirish oylik daromad jadvali bir xil ko'rishda. Endi hammasi insofdan bo'lish uchun bir xil prosmotrlarni olganmiz va bu pullar taxminan, ya'ni mana shunaqa to'laydi degani emas. Endi bu joyda biz nimani e'tiborga olganmiz? Har xil auditoriyalar, misol Yevropa, Osiyo yoki boshqa joylardan ham deyarli teng ko'rsa, teng ko'radigan bo'lsa, o'shani holatda mana shunaqa to'lashi mumkin. Bu taxmin. Ya'ni mana shunaqa to'larkan degan narsa emas. Bundan ko'p kam ham bo'lishi mumkin, lekin bu o'rtacha realistik o'sha taxminlar. Ya'ni shunga yaqin bo'ladi. Shundan shu pul yoki shundan ko'p yoki shundan kam. Unaqa keskin farq qilmaydi. Hop, kelinglar endi ko'ramiz. Bu yerda ko'rishlar soniga hisoblaganmiz. Agar sizni videolaringiz kuniga 1000 tadan ko'riladigan bo'lsa, shortsda oyiga, ya'ni aktivingiz 1000 tada turadigan bo'lsa, siz shortsda oyiga $5000 dan $5 dan $8 gacha ishlash mumkin. Ya'ni bu degani o'sha 48 soatlikdagi aktivingiz, 48 soatlik aktivingiz agar o'sha 1000 da turadigan bo'lsa, sizda o'sha $5 dan $8 gacha oyiga pul topish nimasi bor. Agar longda 1000 da turadigan bo'lsa aktivingiz, $60 dan $120 gacha pul topishingiz mumkin oyiga. Ya'ni 1000 aktiv bilan ham long formatda bemalol $60-120 pul ishlab yursa bo'ladi. Bu O'zbekiston sharoitida yaxshi pul hisoblanadi. Va agar aktivingiz 10.000 tada turadigan bo'lsa, siz shortsda $45 dan $75 gacha pul olishingiz mumkin
Agar longda bo'ladigan bo'lsa 10.000 aktiv $600 dan e, e, 1.200 dollargacha olishingiz mumkin. Takrorlab o'taman. Bu $600 dan kam ham bo'lishi mumkin yoki 1.200 dollardan ko'p ham bo'lishi mumkin. Hozir kimdir chiqib olib kommentariyada 10.000 aktivga menga $2.5 beradi desa, bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Sababi auditoriyaga bog'liq. Bu yerda biza Osiyodan ham, O'zbekistondan ham, butun dunyoni o'sha hamma shaharlaridan prosmotr olganda deb aytdik. Shunaqa yo'nalishlar bor. Amerika ko'proq ko'radi va ularga ko'proq pul to'laydi. Shunaqa yo'nalishlar bor. Osiyo, Hindiston ko'proq ko'radi. Shu hisobi kamroq pul to'lashi mumkin. O'rtacha aytyapman. Va 100.000 prosmotrga hisoblaydigan bo'lsak, shortsda $450 dan $750 gacha, longda esa $6.000 dan $12.000 gacha pul ishlashi mumkin. Bu degani, siz oyiga $10.000 pul topish uchun longda siz 100.000 aktiv ushlab tursangiz, sizga yetadi. Va endi 1 million prosmotrga shorts nishasidan ketadigan bo'lsangiz, $4.5 dan $7.5 gacha pul topishingiz mumkin. Bundan kam, ko'p ham bo'lishi mumkin. Va longda esa 1 million aktiv ushlab turadigan bo'lsangiz, o'sha $60.000 dan $120.000 gacha pul topishingiz mumkin. Aytdim boya, misol uchun bu 60.000 emas, 20.000 bo'lishi ham mumkin. Aytaylik, bu 10.000 ham bo'lishi mumkin. Bu o'sha o'rtacha. Sizni Amerikadan ham, Yevropadan ham, o'sha hamma joydan ko'rishiga bu ko'rishlar real emas. Shuni ham e'tiborga olinglar, sababi auditoriyaga qarab o'zgaradi. Biza o'sha o'rtacha normal davlatlarning prosmotrlarini hisoblaganmiz bu joyda. Farq qanday deydigan bo'lsanglar, farq 15-20 marta ko'p. Ya'ni shortsda prosmotrlar soniga nisbatan to'lanayotgan pul longda 15-20 marta ko'p. Ya'ni bu degani, siz qanchadir prosmotr bilan shortsda oyiga $100 topayotgan bo'lsangiz, o'sha $100 ni 20 ga ko'paytirasiz. Longda aynan shu ko'rishga siz $2.000 gacha pul topishingiz mumkin. O'shani aytyapman. Ketdik, davom etamiz. Oyiga $1.000 topish uchun qancha ko'rish kerak? Endi mana bizada aniq tepadagi yana kelib chiqib, oyiga $1.000 topish uchun shortsda sizni videolaringiz 5 million prosmotr bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha sizni Yevropadan, Amerikadan ko'rishsa 5 million prosmotr oladigan bo'lsa, videolaringiz, shorts videolaringiz, sizda oyiga $1.000 topib yurish nimasi bor. Ya'ni sizda minimum talab oyiga 5 million aktivni ushlab turish. Va bu kuniga 165.000 ko'rish kerak degani. Ya'ni sizni aktivingiz kamida 200.000 plus minus tursa, oyiga $1.000 topa olasiz. Aktiv 200.000 plus minusda turishi kerak $1.000 pul topish uchun. Longda esa sizni aktivingiz 330.000 bo'lishi kerak va kuniga atigi 11.000 aktiv. O'sha 10.000 aktivda turib ham, kuniga 10.000, 15.000 aktivda turib ham siz oyiga bemalol $1.000 pul ishlashingiz mumkin long formatda. Hop, o'rtacha daraja barqaror kanal uchun erishsa bo'ladigan raqam. Bu har oy kichik va bir davlat auditoriyasiga yana. Xullas, raqamlar keskin farq qiladi. Shundan kelib chiqsa bo'ladi. Endi $100. Biza $1.000 ni ko'rdik, endi $100. O'sha minimum siz YouTube'dan har oy $100 dan ko'proq pul yetsangiz, siz yecha olasiz uni. $100 dan kam bo'lsa, keyingi oyda ishlab topgan pulingiz bilan qo'shilib $100 dan oshsa, yetsa bo'ladi. O'shaning uchun $100 dan kam bo'lsa yecha olmaysiz. Endi shorts formatda birinchi $100 ni ishlab topish uchun kuniga $2 dan tushsa, deyarli 2 oy kutish kerak bo'ladi. Motivatsiya normal sinadi. Va longda esa 3 kun ichida 10.000 ta prosmotr bo'lsa, har bitta videoyingiz 3 kun ichida mana qarang, birinchi $100 ni ishlash uchun kuniga 10.000 ta prosmotr tursa aktivingiz, demak, kuniga $2 dan pul ishlashingiz mumkin va 50 kunda $100 ishlab topasiz. Long formatda esa 3 kun yetadi. 10.000 ta aktivda tursiz, 3 kun ichida $100 ishlab topsangiz bo'ladi. Kuniga $30 dan tushadi. Natija daromad. Endi yana o'sha gap, ortiqcha hate qilish kerak emas. Bu davlatga bog'liq. Ya'ni mana shunaqa sani kanalingda shunaqa bo'ladi degani emas, sizni ko'rayotgan auditoriyaga bog'liq bu. O'rtacha shunaqa olyapmiz. Ya'ni shortsda ham o'rtacha, longda ham o'rtacha bir xil davlatdan deb qabul qilyapmiz bu narsani. Hop, ketdik, davom etamiz. 1 soat mehnat qancha turadi? Endi o'sha soatiga ketamiz. Shorts yo'nalishda
soatiga $2 dan tushyapti. Ya'ni mehnat qiymati Shortsda kamroq. Ya'ni Shortsda montaj qilish juda ham kam. Misol uchun, emm, bitta Shorts videoga o'sha maksimumini olganmiz. 2 soat montaj qilganingizda, masalan, zo'r qilib yasaganingizda ham o'sha detalniy aslida Shorts videoga uncha ketmaydi. Misol uchun, 20 minut ketishi mumkin, 2 soat ham ketishi mumkin, ba'zi undan ham ko'p ketishi mumkin. O'rtacha 2 soat olingan. Hop, 2 soat ishlasangiz, kuniga Shorts yo'nalishda shunaqa bo'ladi. Endi long formatga keladigan bitta videoga 15 soatlab mehnat ketishi mumkin. Yoki bizani yo'nalishdan qiladigan bo'lsa, hozir 10 minut, 5 minut ham ketadi. Ya'ni bu yerda o'sha nisbat solishtirilgan. Baribir longda ishlaydigan bo'lsangiz, 15 soat bitta videoga montajga sarflagan taqdiringizda ham soatingizga $6 dan tushyapti. Shortsda 2 soat ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha tezroq bo'lgani taqdirda ham $2 dan tushyapti degani. Videoning umri, emergent effekti. Mana shu joyga diqqat bilan e'tibor berasizlar. Boya aytdim, Shorts algoritmi boshqacha, long format algoritmi boshqacha deb aytdim. Hozir o'sha algoritmni sizlarga tanishtirishga harakat qilaman. Qaranglar, Shortsda portlaydi va o'ladi. Ya'ni bu narsa sal bunaqa narsaroq. Shorts video qo'yilgan paytda zo'r ko'riladi. Ya'ni ko'rishlarning 90% 1-2 haftada keladi. Keyin video umuman prosmotr olmay ham qolishi mumkin. Ya'ni Shortsda shunaqa. Shortsda doim yangi yuklangan videolar ko'proq rekomendatsiyaga chiqadi va eski video juda ham ko'p prosmotr olib ketish ehtimoli kamroq bo'ladi. Va longda esa yillar davomida ishlaydi. Ya'ni longni zo'r joyi qidiruvga tushgan videolar 2-3 yildan keyin ham prosmotr olaveradi. Ya'ni 10 yildan keyin siz chiqargan mavzuda kimdir video ko'rmoqchi bo'lsa, sizni videoyingiz chiqib kelaveradi. Va bu prosmotr olaveradi. Mana bitta qizil liniyani ko'rayotgan bo'lsangiz, Shorts, mana bitta zo'r prosmotr oladi, million prosmotr olishi mumkin, keyin tushib, bunaqa bo'lib ketadi. Ko'riladi, juda kam ko'riladi. Endi longga ketadigan bo'lsa, boshida yaxshi prosmotr olsa, sekin stabil ko'rilib ketaveradi. Longni foydasi o'sha joyda. Va longni, misol uchun, Shorts kanali bo'ladigan bo'lsa, long kanal bo'ladigan bo'lsa, siz Shorts kanaliga 1 yil video yuklamasangiz, bu sizga unaqa katta daromad olib kelmay qoladi. Longda esa siz 1 yil video yuklamasangiz ham, u sizga pul olib kelib turaveradi. Videolaringiz baribir qidiruvda chiqaveradi. Musiqa va mualliflik huquqi. Endi Shortsda istalgan mashhur musiqadan foydalanishingiz bo'ladi. YouTubening litsenziyalangan kutubxonasi orqali trend qo'shiqlarini erkin ishlatish mumkin. Ya'ni Shorts formatda qiladigan bo'lsangiz, mashhur musiqalardan foydalansangiz, sizga hech qanaqa muammo bo'lmaydi va monetizatsiyaga zarar yo'q. Musiqa egalari ulushini pul tizimida avtomatik hisobga olinadi. Ya'ni sizga jalba tashlab o'tirmaydi YouTube. Ularni musiqasini ishlatganingiz uchun musiqa chiqargan odamga o'zi alohida pulni beradi. Sizni pulingizdan olib qolmaydi. Ijodiy erkinlik, ya'ni trend ovozlar ostida kontent qilish. Ya'ni Shorts o'sishning asosiy dvigatori. Ya'ni qanaqadir ovozlar, effektlar, musiqalardan foydalansa, Shortsda muammo bo'lmaydi. Endi longda mana shu joyi rasvo. Longda siz birovni videosini, musiqasini olib ishlatadigan bo'lsangiz, razi content ID nazorati bo'ladi va daromad qo'shiq egasiga ketadi. Ya'ni ikkita shox chiqib qoladi. Mana bunaqa. Ya'ni sizni topgan pulingizga sherik bo'ladi. Longda shunaqa. 50% u oladi musiqa egasi, 50% siz olasiz. O'shaning uchun long formatda musiqalarni o'zingizlar AIda yaratinglar deb aytamiz ko'pincha. Yoki YouTube o'zining litsenziyalangan musiqalardan foydalanish kerak. Faqat copyright free, litsenziyali yoki bepul musiqalardan ishlatishga majbur bo'lasiz. Ya'ni rekdagi musiqalarni ishlata olmaysiz longda. Doimiy xavf, bitta claim butun video daromadidan olib qo'yishi mumkin. O'sha aytmoqchi bo'lganim, siz mehnat qilib video yasadingiz, kimnidir musiqasini aytaylik 5 soniyasini yoki 10 soniyasini ishlatib ketdingiz. O'sha 10 soniyani ishlatganingiz uchun sizning musiqangizga, daromadingizga sherik bo'lib yotaveradi. Mana shu joyi longda rasvo. Hop, bu yerda Shortsda imkoniyatlar cheksiz. Qanaqadir baribir erkinroq ishlash mumkin. Endi 1000 ta ko'rishdan nechta obunachi keladi? Bu ham o'sha aniq mana shuncha keladi degani emas, bu ham o'sha o'rtacha hisoblangan. Shortsda
10-30 ta obunachi, ya'ni konversiya Shorts'da foiz jihatdan yig'ish juda oson, lenta o'zi olib keladi. Ya'ni Shorts'da obunachi yig'ish oson. Lekin passiv, lekin videolar deyarli ko'rmaydi. Shorts'da bitta sizga obuna bo'lib qo'ysa, keyingi shortsingizni ham ko'radi degani emas. Ana shu joyi udemleniya joylari ozgina murakkabroq. Obunachi soni daromadni oshirmaydi, pul faqat ko'rishdan. Ya'ni bu yerda hech qanaqa misol uchun million obunachingiz bo'lishi mumkin, lekin longda 1000 ta obunachisi bor kanal undan ko'ra ko'proq pul topadi. Hop, kamroq, lekin har biri faol. Endi longda yangi video chiqqanda qaytib keladi. Ya'ni siz yangi video chiqarsangiz, o'sha long video obunachilaringizga boradi va membership va super zangs orqali qo'llab-quvvatlash mumkin. Ya'ni shu long videolarni. Kanal haqiqiy poydevorini quradi. Ya'ni long format o'zi YouTube'ga video ko'rishga kirgan odam ko'pincha long format ko'rgisi keladi. Shorts formatda baribir TikTok, Instagramlardan zo'ri yo'q YouTube'ga nisbatan. Va YouTube'da kirgan ko'pchilik o'sha long ko'rish uchun kiradi. Uzun videolar ko'rish uchun kiradi. Shuni hisobiga longdan kelgan obunachilar sal misol sodiqlik tomonidan boshqa tarafdan yaxshiroq bo'ladi. Va bir xil 10.000 obunachi nima beradi? Ya'ni Shorts'da 10.000 ta obunachiga erishsangiz nimalar yuz beradi? Longda 10.000 ta obunachiga erishsangiz nimalar yuz beradi? Xo'p, Shorts'da obunachi shunchaki raqam, Shorts lenta obunachilar alohida ustunlik bermaydi. Ya'ni sizni Shorts nishangizda obunachilar soni unaqa ustunlik bermaydi. Daromad beqaror. Har oy natija tasodifiy viral bog'liq bashorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni Shorts'da qaysidir videongiz million prosmotr olib ketmasa, daromadsiz qolish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Ya'ni 100 ming, 200 ming prosmotr sizga hech qanaqa katta foyda olib kelmaydi. Kafolat yo'q, 10 ming ta obunachi bo'lsa ham yangi video 500 ta ham prosmotr olib qolishi mumkin. Ya'ni 10 ming ta obunachim bor degani 10 ming ta prosmotr oladi degani emas. Longda esa boshqacharoq tizim ishlaydi. Kafolatlangan start obunachilarning 10-20% har doim yangi videongizni ko'radi. Longdan ketadigan. Bu degani 10 ming ta obunachingiz bo'lsa, qo'ygan videongizni 1000 ta, 2000 ta odam ko'radi degani. Ya'ni ularga qo'ng'iroqcha bosilgan bo'lsa, o'sha narsa yetib boradi. Odatda 10-20% odam qo'ng'iroqchani bosib qo'yadi. Va obunachilarning aktivi sponsorlar uchun kanal qiymatini oshiradi, qo'shimcha daromad manbai. Endi siz long kanaliga reklama olish ehtimolingiz ko'proq bo'ladi shortsga nisbatan. Hop, barqaror o'sish. Har yangi video oldingisidan kuchliroq start oladi. Ya'ni videodan videoga ko'proq prosmotr olib borish imkoniyati longda bor. Sponsorlik nuqtai nazaridan endi videoni monetizatsiyasidan pul emas, qo'shimcha boshqa joydan ya'ni reklama berib, mana shu telefonni videoingda reklama qilib bersam, menimcha beraman degan narsa. Shortsda integratsiyaga joy tor, 60 soniya ichida reklamani sig'dirish qiyin. Ya'ni qisqa vaqt ichida reklama bo'lishi kerak va 60 soniya shorts videosi oladigan bo'lsangiz, unga bittagina reklama tiqsangiz bo'ladi. Havola muammosi, tasnif deyarli o'qilmaydi. Ya'ni shortsda hech kim kommentariyaga opисаниyaga tushib nimadir o'qib o'tirmaydi, keyingisiga o'tkazib yuboradi. Shuning uchun trafik yig'ish juda qiyin. Ya'ni trafik degani shorts videodan boshqa videoga nimadir olib o'tish. Ammo arzon ro'ch brend keng qamrov uchun shortsni ham sotib oladi. Monetizatsiya kam daromad manbai. Xo'p, longda esa sal boshqacharoq. To'liq integratsiya. 10-60 soniyalik reklama bloki tabiiy joylashadi. Ya'ni bu joyda siz long formatda, misol uchun 10 minutli video qiladigan bo'lsangiz, 2-3 ta tashqi reklama ham tiqib ketsangiz bo'ladi. Va misol uchun hozir O'zbekistondagi blogerlar long qilgan videolarda 10lab, 20lab reklamalar tiqadi. Tasnifda havola bor. Misol uchun video pastiga tushib turib, havolaga bossangiz, menga yozsangiz bo'ladi. Misol uchun agar sizga YouTube bo'yicha xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol opисаниyaga tushib turib, havola orqali menga yozsangiz bo'ladi. Va yuqori to'lov, sponsorga chuqur auditoriya, long formatdagi kanallar ko'proq reklama uchun pul oladi. Undan keyin monetizatsiyani yo'qotish xavfi. Endi YouTube kanalida monetizatsiya yongandan keyin o'chib qolish, ya'ni monetizatsiya o'chib qolish ehtimoli. Shortsda siyosatida ommaviy
shablonli, past mehnatli shortslar YouTube'ning asosiy nishoni bo'ladi. Ya'ni siz shorts nishida shablon qiladigan bo'lsangiz yoki kimnidir videosini takrorlaydigan bo'lsangiz, bunaqa vaziyatda sразу monetizatsiyangiz o'chib qoladi. Shortsni bloklash funksiyasi ota-onalar va istalgan foydalanuvchilar shorts lentasini yo'q qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni mana shunaqa yomon narsa qo'shildi shortschilarga. Endi misol uchun siz o'zingizni akkauntingizga kirib turib, umuman shorts video chiqmaydigan qilib blok qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu degani, misol uchun har qanday ota-ona o'zini farzandini yoki o'zini YouTube'ida umuman shorts videolarni yo'qotib tashlashi mumkin. Ya'ni bitta tugma orqali yoqib o'chirish mumkin. Bu shortschilarga juda katta minusga ishlaydi. Sabab ko'plab ota-onalar farzandi shorts ko'rishni xohlamaydi va o'shaning uchun bloklab qo'yishi mumkin. Farzandi xohlasa ham shorts video topa olmaydi YouTube'dan. Shunaqa tugma qo'shdi 26-yilda. Tizimli hub bu muammolar formatini o'ziga xos ehtiyotkorlik bilan ham to'liq qochib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha shablonlar, shunaqa narsalar sal xavfliroq shortsda. Long formatda mualliflik huquqi juda qattiq qaraladi. Musiqa va kliplar bo'yicha Content ID claim xavfli. Agar siz birovni videosini olib ishlatadigan bo'lsangiz, albatta videongiz o'chib ketadi longda. Shortsda o'chmasligi ham mumkin, lekin o'sha tavakkali bor. Longda birovni videosini oldingizmi yoki birovni rasmidan, birovni musiqasidan foydalandingizmi, ketadi kanal tamom. Reklama yaroqliligi, ya'ni talablarga rioya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha sizni qilayotgan videongiz reklamatorga to'g'ri kelishi kerak va ichidagi reklamalar ham YouTube'ga ham to'g'ri kelishi kerak. O'sha jihatlar, ya'ni YouTube siyosatiga mos bo'lmagan narsani reklama qilib qo'ysangiz, monetizatsiya o'chib qolishi mumkin. Yechim copyright free musiqalar, ya'ni o'sha o'zini tekin musiqalardan foydalanish, toza kontent qilish kerak bo'ladi. Long sal injiroq shortsga nisbatan. Hop, yakuniy hisob kim qaysi jihatlar ustun. Endi oxirida umumiylashtirib aytganmiz. Shortsda obunachi yig'ish tez bo'ladi. Musiqa va ijodiy erkinlik bor. Xatoni narxi arzon. Misol uchun siz shorts kanalda monetizatsiya yo'qolmaganingizda ham kam vaqt ketadi montajlariga, boshqasiga, hisobiga. Sizni kanalingiz monetizatsiya yo'qolmasa ham juda misol uchun ko'p mehnatingiz ketmaydi. Tez tanilish va viral imkoniyat. Ya'ni o'sha kumush knopka, tilla knopka deb qo'yamiz. O'sha jihatdan shorts juda ham ustun. Longga keladigan bo'lsak, longda monetizatsiyaga yetish ancha realroq. Sababi 1 yil vaqt beradi sizga bemalol va 1 yil ichida kanalga video yuklab yursangiz, o'sha juda kam ko'rilsa ham monetizatsiya yo'qolishingiz mumkin. Va daromad darajasi 15-25 barobar ko'proq. Long shortschilarga nisbatan longda o'sha prosmotr o'sha davlatlardan ko'radigan bo'lsa 15-25 barobar ko'proq bo'ladi. Videoning umri, ya'ni evergreen shortsda ancha kam, YouTube'da siz yillar davomida 10 yillab, 100 yillab pul ishlab yotaverasiz. Obunachi qiymati va barqarorligi yuqori, ya'ni longdan kelgan obunachi nisbatan qolgan videolaringizni ham ko'rish ehtimoli katta. Va sponsorlik daromadi, albatta long juda ko'p video ichiga reklamalar joylab yuborsa bo'ladi va birinchi pulgacha bo'lgan tezlik, ya'ni siz YouTube'da yangi bo'lsangiz, tezroq pul ishlab topish uchun longdan ketganingiz yaxshiroq shortsga nisbatan va realroq bo'ladi monetizatsiyaga yoqishingiz. Sabab siz baribir hali optingiz yo'q, tajribangiz yo'q. Shortsda monetizatsiyaga ulolmay qolish ehtimoli juda katta bo'ladi. Long formatda bo'lsa, sizda vaqt ko'p bo'lgan hisobiga bemalol ulab olish imkoniyatingiz bor. Xo'p, hisob bu nisbiy, albatta. Men bu yerda shorts zo'r yoki long zo'r demoqchi emasman. Men shortsda ham yaxshi pul topganman, longda ham yaxshi pul topganman. Bu shunchaki yangi boshlayotganlar uchun bitta ma'lumotlar bo'ldi. Ya'ni oldin bunaqa ma'lumotlarni bilmaganlar bo'lsa, foydali kontent bo'ldi hisoblanadi. Yana hamma narsa o'zingizlarda qoladi. Men xulosa qilmayman. Hamma o'zini xulosasini erinmasdan kommentariyaga yozinglar, hech kimnikini o'chirmaymiz va mana shu yerda tursin. Misol uchun shorts nisha qilib yurganlar bo'lsa, yangi boshlaganlar qanaqa holatda bo'lyapti? Sizni fikrlaringiz qanaqa? Longdan ketayotganlar bo'lsa, long qanaqa? Va o'sha ikkilanayotganlar kommentariyani o'qib o'ziga xulosa chiqarsin. Hammasini kommentariyada belgilab bersin degan markazga aytaman. Va agar siz xohlasangiz shortsdan, xohlasangiz longdan, YouTube'dan tezroq daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, bizda maxsus
takliflar bor, dasturimiz bor, ya'ni kursimiz bor. Bu ichida nimalar bo'ladi? 10 ta modul, 150 ga yaqin mana shunaqa foydali darslar. Darslar maxsus yopiq platformada bo'ladi. Birga bir mentorlar sizni nazorat, ya'ni o'qituvchilaringiz YouTube'dan 4-5 yildan buyon pul topib yurgan oliy ma'lumotli o'qituvchilarni beramiz. Men bilan Zoom, offline, onlayn darslar bo'ladi. 6 oy davomida qo'llab-quvvatlab turamiz. Va darslar mana bunaqa mentada yopiq saytda bo'ladi va sizga universitetda, maktabga o'qigan baholar qo'yamiz va eng yuqori baho olgan insonlar rag'batlantiriladi xudo xolisa va siz doim nazoratda turasiz. Har bitta videoni ko'rganmisiz, necha minutgacha ko'rdingiz, zadanelarni bajardingizmi, o'sha sizni nazorat qilib turadigan bitta ajoyib dastur qilganmiz. Va dastur 3 xil formatda bo'ladi. Mustaqil format, premium format va VIP format. Mustaqil format kimlar uchun? O'qituvchi siz format, ya'ni bu yerda o'qituvchi bo'lmaydi. Premiumda o'qituvchi bo'ladi. VIPda esa sal imkoniyatlar yaxshiroq bo'ladi. Kelinglar, mana bunaqa qilib tanishtirib beraman. Mustaqil 10 ta modul deb aytdik, umumiy va o'sha VIPni tushuntirib beraman. VIPdan pastga qarab ketamiz. Qarang, VIPda 10 ta modul, 120 dan oshiq darslar, 2 oy mentor nazorati, ya'ni nazorat kuchli bo'ladi. Oliy ma'lumotli, YouTube'da zo'r tushunadigan bolalar qarab turadi. 2 oy qo'shimcha qo'llab-quvvatlash bor. Umumiy hisobda 4 oy davomida o'qib, YouTube'dan bilimlaringizni olsangiz bo'ladi. 50 dan oshiq yo'nalishlarni o'rganib chiqamiz mana shu 4 oy davomida. Va mana bu modullarni nomi. Va albatta Xudo xolisa natijaga kafolat beramiz. Siz topshiriqlarni o'z vaqtida bajarasiz. Premiumga keladigan bo'lsak, premiumda 7 ta modul bor. Ya'ni VIPdan 3 ta modul kam bo'ladi va shunga nisbatan darslar soni, yo'nalishlar soni ham kam bo'ladi. Va bu yerda ko'rasizlar 7 ta modul va oxirgi SEO algoritm, YouTube'dagi muammolar va o'zbek YouTube'i qo'shilmaydi bu premiumga. Va premiumni kimlarga tavsiya qilamiz? Umuman hali daromadga chiqmagan insonlarga premiumda qo'shilib bemalol daromadga chiqsa bo'ladi. Daromadim bor, natijamni yaxshilamoqchiman deganlar bo'lsa VIP bo'lsa bo'ladi. Endi mustaqil kimlar uchun? Mustaqil deyarli kursda yarmi hisoblanadi va o'zim o'rganaman, hech qanaqa ustoz, savol-javob qiladigan odam kerak emas deganlar uchun mustaqilni olishni tavsiya qilaman. Mustaqilda ham tushunchasi yaxshi, o'zini ishida ishlaydigan, nazorat kerak emas bo'lgan odamlar mustaqilni olib ham natijaga chiqsa bo'ladi. Xo'p, undan keyin tugadi. Shu bilan men aytmoqchi bo'lganim, kimdir kursimizga qo'shilmoqchi bo'lsa, Holy Teamga qo'shilmoqchi bo'lsa, описаниеda va kommentariyada Holy bot bor. O'sha bot orqali yozib, bemalol bilib olsanglar bo'ladi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, xudo xolisa qo'ldan kelgancha javob beramiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.